Endi bu 8-mart bu bileşler qanday meyram bo'lganin bizning apalarimiz ajalarimizdan o'ramali tastalangan, obro'yi oyoq osti qilingan kun bu. Bu barliq odamga ma'lum. Qancha ayollar temir yo'lda ishlab, qancha ayollar zavodlarda ishlab, qancha ayollar tilga chiqib ketib qo'r bo'lgan. İslam şeriatında ayol kishini ağır jumishga salu haram. İslamda ayol kishini ağır jumishga salib qo'yu haram bo'lib hisoblanadi. Sebebi ayol kishi nazik adamlar onlarga eng jengil. Tebden mesela uyunun jumushi olgan buyururlar. Tebden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün zavjay mutahharalari tamoq istayotgan bo'lsa, o'shag'ina kelib o'tin jag'ib turadi bo'lgan. Shu darajada ayolga o'ta qattiq man bergan shariatda. Al biz ayollarga erkinlik berdik dedi, onlarning boshidan o'ramalni olib tashlab, meni sangan bir butilka pivo beradi, zavodga tiqib tashlaydi. Qancha ayollar mögödek bo'lib qoldi qo'y. Qancha ayollar mögödek tuvalmay qoldi qo'y ayollar. Tuvalmay qoldi. Özlerine şaşın qirqib olib, bet-auzun boyab olib durib, ana diskotekaga borib kelganda maz bo'lib juraverdi, axir bitdi. Bana hurmat qilmay qo'ydi, qiz hurmat qilmay qo'ydi. Keshaligi ajalik degan jo'g'alib ketdi. Bir kuni bir ayol tur bozorda tursak, bir o'ramaldagi bir ayol o'tib ketyapti. Sütüvede ana qarab turib, bizning dedi dasturimizda yo'q qo'y bunday o'ranib, poranib yurib, jirkench bilan aytib. Bizning ajalarimiz o'stib yurgan ba deb meni so'radi. Aytdim yo'q dedim. Bizning ajalarimiz o'tib yurgan emas. Bizning ajalarimiz tirishtirib jinsiyni kiyib, futbolkalarni kiyib, shashni mana yerdan qirqib olib, bir qo'lida sigaret, bir qo'lda pivoni olib turgan. Şuşum ana ayol mаған qarab, mana jindimi, tendikmi deb. Endi qaytib yurgan bizning ajalarimiz. Sol uchun bu ayol kishini Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ne dedi? Eğer yerni zayıf bir-birini jimiyib qaraytin bo'lsa, kulib qaraytin bo'lsa, qarang. Kuzgi kundagi ağaçning japrog'i to'gilgandek kunalar to'gilib ketadi dedi, qarang. Bir-birine kulib qarasa. Bizde qarasan ko'zlarini fingal. Shashi julingan, kiyimler yırtılgan. Estağfurullah bo'lmaydi. Belkim ayol kishi, ol anang, ayol kishi apking, ayol kishi qizing. Oğan öte meyrimdilik ko'zben qarau kerak. Jil 12 ay urib so'g'ib, bo'xtab, boralab, 8-marta bir plasmas guldagi 8-marta quti bo'lsin deb berib qo'yib, o masxara qo'yib. O'zi qalada turadi, shishasi bishara dalada turadi. Gaz yo'q, ko'mir yo'q. O'zining kuklasi bilan qalada bemalol yotadi. Şütedden 8-mart günü bir mamaşkini bir pazdrap etip geleyini. Sadaka geti onda pazdrap eder. Ayol kishini barliq vaqtda hurmat qilib kerak. Ayol kishini barliq vaqtda izzetin o'rnina qo'yu kerak. Sebebi ayol qo'r bo'lgan qo'g'am o'ladi. Ol qo'g'am bo'lmaydi. Qarang, ayol qo'r bo'lgan qo'g'am bo'lmaydi. Ayelini qo'rg'agan qo'g'am eng kuchli qo'g'am bo'ladi.